Bugun men bo'ri bo'laman. Sen esa quyon. Hay! Ibi? Nima edi bu? Voy jonim! Voy, tavba qildim, nima bu? Voy ilohi. Aya! Nima qilyapsiz bu yerda? O'g'lim, hali vaqt uxlashga. Yur choy ichamiz. Kelin, siz o'zingiz uxlavering. Yur. Shunaqa gaplarding aya. Bobur aka, uyqum kelyotdi. Uxlayveraymi? Yo, to'xta, uxlamasdan tur, hozir kiraman. Bolam, o'tiribsiz-ku, suhbatlashib, mazza qilib. Bir tayinli gap ham bo'lmayapti-da, uxlaganim ma'qul ayajon, kirib. Yo'q, nima qilasan? Uxlaversin u. Choy ichib o'tiribsiz, o'g'lim. 5 minutga kirib chiqdim. E'tibor qilma. Uxlasa uxlaversin. Ikkalamiz suhbatlashib o'tiramiz. Bozorda kurs qancha? Sabz qancha? Bo'pti, asabiylashma. Yangi yilda nima qilamiz? Dengizda suzamiz, delfin ustiga chiqasan. Bola, qayoqqa? Asaloyga oyi, bu yerda bo'lmayapti-yu. Oy, Tinchlikmi oyi? Asaloyiga borganingda oying qanday desalar, kasal oyim degan. Bo'pti, bormaymiz. Voy, bola, yuz choy ichamiz. Ketdik. Kelinizchi? Damini olsin. Poponi, qarasanga sovg'a olib keldim. Bavi parashoga. Endi qiynalmaysan. Bu kiyimlarni top-toza yuvadi. Bironta ham dog' qoldirmaydi. Oq kiyimlarni oppoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashyostidan tayyorlangan. Yur, kiyimlarni keyin yuvasan, xonaga boraylik. O'g'lim, yomon tush ko'rdim. Senga aytib beray, bolam. Men tushda eshitib kelay. Borasizmi? Nima qilay boshqa? Poponi, ayam uxladi. Tushgan rasi uzun ekan. Poponim. Bobur aka, ana kuni ko'zi. Pishak kirgandir-da. To'xtangda, men bir ko'rayda. Miyav. Yurmay meni o'ylab. Mana qaka so'laqman. Nima? Mana o'g'liz, xohlasangiz tushingizni ayting, xohlasangiz choy iching, xohlasangiz boshingizga yarqisiq qila oling. Amin, men ketdim. Poponim, to'xta. Ketsa ketar. O'g'il bermoq, jon bermoqda bolam. man qizg'onaman, seni man hammadan man qizg'onaman.